Tunji Sovet Uyg'ur razvedchikining fojiasi. Rus mutaxassislaridan Barmin va boshqalarning qarashicha, ayni vaqtda Uyg'ur diyoriga qochib kelgan Sovet Rossiyasiga kommunizmga qarshi turgan oqlar Sovet Rossiyasining O'rta Osiyo va Yettisuddagi hamda G'arbiy Sibiriyadagi hukmronligiga nisbatan og'ir tahdid solgan bo'lib, ularning plani vaqti kelsa Uyg'ur diyorida kuch to'plab va harbiy tayyorlik elib berib, qaytadan Yettisu, O'rta Osiyo rayoni va G'arbiy Sibiriyaga besib kirib, mustaqillik jakarlash edi. Ular bu plan uchun yerlik Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va O'zbek qatorliq musulmonlarning yordamiga erishishga ko'p harakat qilgan. Bu ahvol ayni vaqtda Sovet Rossiyasining razvedka organlari tarafidan tekshirilib turgan bo'lib, Sovet Rossiyasi razvedka organlari Oq armiya qo'mondonlaridan Dutopni yo'qotish uchun yerlik Uyg'ur, Qozoq, tatarlardan foydalangan. Yettisu Uyg'urlardan chiqqan Mahmud Xo'jamyorov Sovet Rossiyasining razvedka organlari tarafidan maxfiy holda G'uljiga avatilib, kommunistlarga qarshi armiyaning qo'mondoni Dutopning yeniga kirgizilgan. Bu odam Ataman Dutopni o'z qo'li bilan etib o'ldirib, Sovet ittifoqida dong chiqargan. Hatto Sovet Rossiyasi KGB'sining atisi deb hisoblanadigan Dzержинskiyning soat va tapancha bilan mukofotlashiga erishgan. Mahmud Xo'jamyorov Sovet Uyg'urlari orasidan chiqqan tunji razvedka xodimlaridan bo'lib, uning Sovet bolsheviklarining O'rta Osiyoda tikilinishi va mustahkamlashiga qo'shgan to'hfasi muayyanlashtirilib, grajdanlar urushi davrining qahramonlari qatorida sanalgan edi. Agarda Dutop Uyg'ur jasusining qo'li orqali o'ldirilmagan bo'lsa, u Ili, Altay va Mongoliya atrofiga qochib kelgan kommunistlarga qarshi qo'shinlarni birlashtirib, Yettisuga ham O'rta Osiyoga qaytirma hujum qilib, qizillarni qo'g'lab chiqarish va yoki bo'lmasa Sibiriya rayonidan qizillarni tozalab, qaytadan Rossiyaning hokimiyatini egallash uchun harakat qilgan bo'lar edi. Ataman Dutop qatorliq oqlar Sovet hokimiyatini yo'qotish uchun O'rta Osiyo rayonidagi yerlik musulmon xalqlarining mustaqillik harakatchilari, qurolli kuchlari bilan hamkorlashish siyosati yurgizib bo'lib, hatto u Yettisudagi bir qism Uyg'urlarning qo'llashiga sazovor bo'lgan. Mahmud Xo'jamyorovning Dutopning ishonchiga ega bo'lib olishi, uning o'zini Sovet tuzumiga qarshi Uyg'ur deb ko'rsatganligi, shuningdek yana Dutop bilan moslashib ish elib berish qiyofatida o'ttirg'i chiqqan tatar boylaridan Chanshipinning maxsus aloqachisi deb ko'rsatilganligidir. Mahmud Xo'jamyorov Ataman Dutopga Chanshipinning biz tayyorlanib bo'ldik, endi sizning harakat qilishingizni kutyapmiz degan yolg'on mazmunlar yozilgan xatini topshirib, u xatni o'qiyotganida uni tirik tutib ketmoqchi bo'lgan. Biroq dal shu paytda Dutopning qo'g'dug'uchisi uyga kirib qolgan. Amalsiz qolgan Mahmud Dutopni va qo'g'dug'uchisini etib tashlagan. 30-yillarda Ataman Dutopning odamlari Mahmud Xo'jamyorovdan intiqom olish uchun bir kechada uning uyiga bostirib kirib, uning ayoli va farzandlarini o'ldirib atgan edi. Eng fojialik yeri shuki, Sovet Rossiyasi uchun borlig'ini va oilasini qurbon qilgan bu Uyg'ur razvedchiki 1937-yili o'zi xizmat qilgan Sovet hukumati tarafidan xalq dushmani deb qo'lga ilinib, yana shu Sovet NKVD doiralari tarafidan o'limga hukm qilinib, etib o'ldirilgan. Uning cho'ng o'g'li Sovet German urushi maydonida o'lgan. Shundoq qilib, Lenin va Dzержинskiylarning maqtishiga sazovor bo'lgan tunji Sovet Uyg'ur jasusi Mahmud Xo'jamyorov va uning oilasi ham farzandlari insoniyatni ikki lagerga ayirib, o'z ara qirg'in qilishga boshlab kelgan. Ashu 70 yillik Sovet tuzumining qurboniga aylangan. Bugungi kunda Rossiya hukumati Ataman Dutopning nomini asliga keltirib,
uni Rossiyani ofatdan qutuldirishga intilgan millatparvar tariqasida madhiyliganda, uni o'ltirgan Uyg'ur Mahmud Xo'jamyorovga nafratlanishi tabiiy ahvoldir. Mana bu tarixning ochiq qismati. Cho'ng shaxmat taxtasidagi Uyg'urlarning beshiga kelgan fojialik qismatlarning oddiy bir parchasi xolos. Sovet konsulxonalarining vazifasi o'tgan asrning 20-30 yillarda Uyg'ur diyorining siyosiy vaziyatida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Yang Zhengxin va Jinshurin qatorliq militaristlarning Uyg'urlarga qaratgan nodon qoldirish, tashqi dunyodan qamal qilish siyosiy taktikalari oxiri bozor topolmay qoldi. 7 mingga yetmaydigan apyunkash, maymaq-saymaq askarlari bilan Uyg'urlarni 17 yil midirlatmay idora qilgan Yang Zhengxin Rossiya siyosiy qonun maktabining o'qish bitirish murosimida Panyavnan tarafidan etib o'ldirilgan maydonda Urumchidagi Sovet konsuli va uning ayolimi bor bo'lib, bu qonliq voqeada hech qanday xiyim xatarga yo'liqmagan Sovet konsuli xotirjam holda Urumchi hokimiyatining Panyavnan emas, balki Jinshurinning qo'liga o'tishini kuzatib turgan edi. Sovet konsuli militarist Jin hokimiyatini qo'lga olgandan keyin darhol uni qo'llab, Moskvaning Jinshurin bilan bir qator harbiy qurol-yarog' va savdo iqtisodiy kelishimlarning imzolanishini qo'lga keltirib, 17 yildan beri Sovet ittifoqining Uyg'ur eliga singib kirishini, bu yerda kommunistik ideyalarning tarqalishini apchillik bilan to'sib kelgan Yang Zhengxinning hukmronligiga xotima berdi. Sovet ittifoqi bilan hamkorlashmay, mazkur o'lkani qo'lida mustahkam tutib turg'ili bo'lmaydiganligini tushungan Jinshurin dastlabda Sovet ittifoqiga ko'p savdo iqtisodiy manfaatlarni bergan bo'lsa-mu, lekin bara-bara Nanjing hukumati tarafga moyil bo'lish bilan o'lkadagi Sovet ta'siriga salbiy ta'sir ko'rsatishga, shuningdek tor millatchilikni avj oldirib, ruslarning manfaatiga ta'tir tanasib paydo qilishga boshladi. Sovet Rossiyasi 20-yillarning 5-larida Uyg'ur elida mustaqil bir Uyg'ur davlatining qurilishiga yo'l qo'ymaslik, uning aksicha militarist Xitoylarni yo'lab turg'izib, ularning hokimiyatini qo'llash orqali bu rayonni Sovet ittifoqining savdo iqtisodiy manfaatini kapolatga ega qiladigan alohida joyga aylantirish planini bekitgan bo'lsa-mu, lekin yanala uzluksiz turda maxsus odamlarni avatib, rayonning siyosiy, iqtisodiy va harbiy vaziyatini bo'libmi, uning tashqi kuchlar, ya'ni Angliya, Yaponiya ham ishqirdagi Jungo hukumatlari bilan bo'lgan munosabatlarni kuzatib turishni davomlashtirdi. Moskvani eng andishiga soldig'ini Uyg'ur elining janubiy qismining Angliya tavasidagi Hindiston bilan chegaralanishdan iborat bo'lib, Moskva bu rayonda ingliz ta'sirlarining tikilinishi bilan O'rta Osiyoga tahdid paydo bo'lishini xohlamaydi. 20-yillarda Uyg'ur elining janubi va shimolida Sovet ittifoqi bilan militaristlarning birlikda qurgan Sovet Xinjiang savdo shirkati, ya'ni Sosin Turk shirkati faoliyat elib borgan bo'lib, mazkur shirkatning asosli harakatlarining biri Uyg'ur diyorining umumiy vaziyati va rayondagi chet el ta'sirini razvedka qilishdan iboratdir. Sosin Turk shirkatining savdogar qiyofatiga kirib olgan jasuslari maxsus tekshirish elib berib, bevosita Moskvaga doklad yo'llaydi. Ularning ba'zilari Sharqi Turkistonda inqilob qo'zg'ab, mustaqil sotsialistik Uyg'ur jumhuriyati qurish Moskva uchun foydali degan taklifni bersa, ba'zilari buningga qarshi takliflarni bergan. Natijada Moskva doiralari doim Uyg'urlarning taqdiri masalasida muzokara elib berishga majbur bo'lgan bo'lib, mustaqil davlat qurmay, aksicha Xitoy militaristlarini qo'llash tarafdorlari hamon ustunlikni egallaydi. Ayni vaqtda Uyg'ur diyorida Sovet ittifoqining 5 konsulxonasi mavjud bo'lib, razvedka kasbi bu konsulxonlarning muhim faoliyatlaridan hisoblanadi. Tarixiy sirlar pash qilindiki,
30-40 yillardagi Uyg'ur elidagi siyosiy bo'ron chopqinlarga Qashqar, G'ulja, Cho'chak, Altay va Urumchidagi Sovet ittifoqi qo'lsunxonlari aktiv aralashgan bo'lib, 1933-yili Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati bilan 1944-yili G'uljada ta'sis qilingan Jumhuriyatning taqdirini mazkur konsulxonlarning harakatlaridan ayirib qarash asla mumkin emas. Demak, Sovet razvedchiklari Jinshurunning Moskva uchun foydasiz ekanligini tunib yetib, uni yo'qotishning yo'llarini izlayotganida 1931-yili Qumul tog'larida Xo'janiyaz hojim boshchiligida qurolli qo'zg'olon ko'tarildi. Qumul tog'larida Uyg'urlar o'zlarining zo'ravonlikqa qarshi qo'zg'olonlarni boshlash bilan mazkur qo'zg'olonning ta'siri ostida butun Uyg'ur diyorida keng ko'lamlik milliy ozodlik harakatlari avj elib, faqat Urumchidan boshqa joylarning hammasi degudek qo'zg'olonchilar qo'liga o'tdi. Mana mushundaq zo'r o'zgarish Uyg'ur diyoriga qo'shna Sovet ittifoqining O'rta Osiyo rayoniga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Bu nuqtani tushungan Moskva doiralari qaytadan Uyg'ur diyorining siyosiy taqdiriga munosabatlik chora tadbirlarni elib, buning uchun razvedka organlarini ishga soldi. Qashqarda qurilgan Islom Jumhuriyati Moskvani andishiga soldi. 20-asrning 30-yillarida ko'tarilgan keng ko'lamli qo'zg'olonlar natijasida Urumchidagi militaristlarning hukmronligidagi joylardan boshqa butun Uyg'ur diyori qo'zg'olonchilar qo'liga o'tdi. 30-yillarda Uyg'ur diyorining harbiy, siyosiy vaziyatiga ta'sir ko'rsatadigan asosli 3 xil kuch mavjud bo'lib, ular Xo'janiyaz hojimni bayroq va qo'mondan deb tonigan. Qumul Turpan ham Tangritog'larining janubiy qismlarini kontrol qilgan Uyg'ur qo'zg'olonchilari Majungyunning boshchiligidagi Tungan qurolli kuchlari va Jangpiyuan boshchiligidagi Ili viloyati doirasidagi Shinsayga qarshi harbiy kuchlar bo'lib, bu 3 xil kuch Jinshurunni og'dirib, o'lka hokimiyatini egallab olgan Shinsayga qattiq tahdid solgan edi. Mazkur 3 kuchning ko'zlagan maqsadlari ayrim bo'lib, Jangpiyuan boshchiligidagi Jungo harbiylari faqat o'lka hokimiyatini egallab, o'lkani Jungo markaziy hukumatiga bo'ysundirishni orzu qilsa, Tungan Majungyun Uyg'urlar bilan birlashib islom davlati quraman deb jar solsimi, ammo u o'z qo'shinlari Jungo Gomindang markaziy hukumatiga tava 36-diviziya deb atagan hamda Uyg'urlarning mustaqil jumhuriyat qurishiga qarshi turgan edi. Uyg'ur qo'zg'olonchilari bilan qisman qirg'iz qo'zg'olonchilarining birlashishi ostida 1933-yili 12 noyabr kuni Qashqarda Sobit Domulla rahbarligida Islom Jumhuriyati rasmiy qurilganligi jakarlanib, inqilobga ishtirok qilgan Abduqodir hojimning aslimasidan ma'lum bo'lishicha, janubdagi Qashqar, Xotan, Aqsu qatorliq viloyatlarda Uyg'ur eli Jumhuriyatining bayrog'i chiqarildi. Uyg'ur siyosiy taqdirini vorishlov pichqan. Sovet ittifoqining O'rta Osiyo rayoniga qo'shni bo'lgan Uyg'ur elidagi bu xil o'zgarishlarni kuzatib turgan Kermil rahbarlari 1933-yili 6-oyning 27-kuni Sovet Rossiyasi Kompartiyasi Markaziy komiteti Davlat mudofaa komitetining raisi Vorishlovning rahbarligida maxsus Sovet ittifoqining Shinjang siyosatini tadqiq qilish komissiyasini qurdi. Shu yili 7-oyda Sovet tashqi ishlar ministrligida Markaziy komitetining mazkur komissiyasining Uyg'ur diyori haqidagi takliflari muzokara qilindi. 1933-yili 8-oyning 3-kuni Sovet Bolsheviklar partiyasi Markaziy komiteti Uyg'ur elining siyosiy taqdiri haqida rasmiy qaror ma'qullab, xizmat yo'linishini belgilab berdi. Bu qarorda Moskvaning Uyg'urlarning mustaqillik harakatini yo'qotib, o'lkada Jungo hukmronligini tiklashni asos qilgan bo'lib, Uyg'urlarning har qanday mustaqillik harakatlariga
qat'iy yo'l qo'ymaslik, uning aksicha Shinsayga yordam berish belgilangan edi. Yaqinda e'lon qilingan Rossiya mutaxassisi V.F. Nexning Sovet NKVD'sining Şinjangdagi harakatlari nomli maqolasida ko'rsatilishicha, 1931-yildan 1934 yillardagi keng ko'lamli qo'zg'olonlar natijasida Sovet ittifoqi rahbarlari milliy ozodlik harakatlarini qo'llash bilan Xitoyning bu o'lkadagi hukmronligini saqlab qolish masalasini qaror qildi. Natijada Sovet ittifoqi kompartiyasi markaziy hukumatining Vorishlov boshchiligidagi alohida komissiyasi Urumchi hukumatini qo'llab, o'lkani Jungo tarkibida qoldirishni qaror qildi. 1933-yili noyabrda o'lkaga Sovet qo'shinlari kirgizildi. Sovet qo'shinlari o'lka armiyasi tarafida turib, qo'zg'olonchilarni mag'lub qildi. Ana shu Sovet ittifoqining siyosiy tufaylidan qo'zg'olonchilar mag'lub bo'ldi. Sovet ittifoqining pozitsiyasi bilan Shinsayning yangi siyosiy qo'zg'olonchilarni parchalab, Xo'janiyaz hojim qatorliq bir qism rahbarlar hukumat tarafiga o'tdi. Avtorning bayon qilishicha, 1933-yili Uyg'ur diyoriga kirgizilgan Tarbag'atayski va Altayski nomidagi hamda 1937-yili kirgizilgan Sovet qo'shinlari muntazam Qizil armiya qo'shinlaridan boshqa yana Sovet bexatarlik komitetiga bevosita qaraydigan chegara mudofaa qo'shinlari ham NKVD atratlaridan iborat edi. Bu mezgillarda Sovet razvedkasiga munosabatlik harbiy va axborot xodimlari Uyg'ur diyorining har qaysi joylarida unumlik faoliyatlarni elib borgan.